Ana buni super skidka narxisi bo'ladi. 9 qavatli monolitli domni 9-qavatda biza 100 metr kvadratdan iborat xonadonimizni sotuvga chiqardi. Korobkani narxiga 1 metr kvadrat uchun 540 dollardan tushadi. Bunaqasi bo'lmagan, e'tibor berasizlar. Kadastr hujjatlari jo'ppa joyda shu kundan tartibsiz, shu kun o'ziga notar qilib beradi. Lokatsiyasi bo'ladi Buxoro City'ning o'zigina. Ana birinchi xonamiz deyoladi, mo'yshabuni chiroyli gilamlar to'shab qo'ygan, faqat pardalarni deyolasiz. Elektr montaj, radiatorlar uстановка qilingan. Ko'rishlaringiz mumkin. Birga 6 ochiq balkoniga ham ega. Ana, yo'l ustidan birinchi liniyada joylashgan. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Bunaqa narxda xonadonlar yo'qotib qo'ymaslik uchun Buxoro uy kanaliga obuna bo'ling. 1 metr kvadrati 540 dollardan tushyapti. Uyimizda umumiy maydon esa 100 metr kvadratdan iborat. Hozir qatlamani narxi ham shu narx emasda. Ancha zo'r taklif deb o'ylayman. Sanuzorlar ham alohida to'liq kafil qilingan. Kirib yashashga tayyor holatda ana. Yuvinish xonasi, shu o'ylar taxlab qo'yibdi. Ana bu joyda juda ham katta va kengina bo'lgan kuxnyamiz issiqlik tizimi uchun двухкомнатный kotlovlar установка qilgan. Mazir Buxoro shahar, Buxoro City'ning o'zginasi 9 qavatli monolitli dom, 9-qavat, 100 metr kvadrat, narxi esa 54 ming dollar so'raladi. Yana kelsangiz savdosi albatta ustida bo'ladi. Har doimdek taklif bizdan, tanlovimizdan Buxoro City'dan xonadon qidirib yurgan yaqinlarga srochniy videomizni jo'natib qo'ying. Gaz, svet, suv hamma narsasi mavjud, sразу notarius bo'ladi. 8 etajli yangi elitli liftli domni 4-qavatda biza. Agar siz Gorgas territoriyasini yomon ko'rsangiz, shu videoni sizga tavsiya qilmaymiz. Nimaga? Aynan hozir ko'rsatadigan videomiz Gorgas territoriyasida joylashgan xonadonni obzor qilib o'tamiz. 8 qavatli yangi dom, 4-qavat, 2 xona, 3 xona qilingan xonadonimiz remontdan keyin hali hech kim yashamagan. Kirganimizda ana shunday juda ham chiroyli va katta bo'lgan koridor qismi, perxojini mebellarni установка qilib qo'yganlar, remontdan keyin hali hech kim yashamagan. Ana bu ko'rishlaringiz mumkin. Общий studiya formatidagi zal qismimiz, televizorni tashkillashtirib qo'yganlar. U yoqda 100% laminat qilingan devorlarni mo'ysha bo'ylab chiroyli MDF eshiklarni установка qilib qo'yibdilar. Tepalari gipsagardon uyg'unligida ishlovlar berilgan. Ana bu esa spalniy qismimiz ana. Juda ham chiroylikgina chiqqan, attachento uslubida remont qilingan. Xo'p, lokatsiyasi bo'lyapti, qaranglar. Tashqari atmosferani aniq ko'rsatsam, Buxoro shahar, Gorgas, Saodat, restoran, yo'l ustidan birinchi liniyada joylashgan, parkovkani kattaligini ko'ryapsizlar. Buxoro City ham bir qadamgina gaz, svet, suv, kadastr hujjatlaridan umuman muammo yo'q. Hamma narsasi bor va ishlabgina turibdi. Shifonyerlarni ham uстановка qilib qo'yganlar. Yaxshi zakaznoy magnitli eshiklar qo'yilgan. Ana bu esa 2-xonamiz. Juda ham chiroyli chiqqan. Buni men qo'ldan kelgancha tasvirlab beryapman. 8 qavatli yangi dom, 4-qavat, 75 metr kvadrat, 2 xona, 3 xona qilingan. Ana bu joyda alohida bo'lgan sanuzor qismini ko'rishingiz mumkin. Dapatarga to'liq kafillangan. Ana bu joy esa yuvinish xonasi. Ana bu joyda esa juda ham kompaktligina bo'lgan kuxnya qismimiz ana. O'zini ochiq balkoniga ham ega ekan. Birga 3 adashmasam. Ana. Chiroyligina qo'yibdilar. Domimiz tashqi fasadini ko'pchilik so'raydi. Ana bu esa pastdan ko'rinishi. 8 qavatli yangi ishli dom, 4-qavat, 2 xona, 75 metr kvadratdan iborat. Narxi 60 ming. Gorgas, Nixolkalso, sami gavjun joylardan birida biza. Bu joyni bilmaydigan odamning o'zi bo'lmasa kerak. Anaqa 4 qavatli panelli dom, 3-qavatdan 1 xonalik tayyor xonadonni sotuvga chiqardi. Lokatsiyasiga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Kadastr hujjatlari jo'ppa joyda. Ijarachi qo'yasizmi, sotasizmi, любой vaqtda oldingizdan mana deb chiqadigan lokatsiyada turibmiz. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, Gorgas territoriyasiga har doimlik talab katta. Aynan sizlar uchun yana Gorgas territoriyasidan 1 xonalik xonadonni sotuvga chiqardi. 4 qavatli panelli domni 3-qavatda biza umumiy maydoni 30-33 metr kvadratdan iborat. Anaqa birga 3 ochiq balkonlarga ham ega, yo'l ustidan birinchi liniyada joylashgan. Joyiga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Shundagina olasiz, любой payt ijarachi ham qo'yib bilasiz. Xo'p, glавный eshigimiz, ichki eshiklarimiz, tashqi oynalarimiz hammasi zamonaviyga almashtirilgan. Ana bu joyda sanuzorimizni ko'rishimiz mumkin. Dapatarga to'liq kafil qilingan, gazdan, svetdan, suvdan muammo yo'q. Remontdan keyin hali hech kim yashamagan. Ana bu esa kompaktli bo'lgan kuxnya qismi, issiqlik tizimi sentraliga ulangan bo'ladi. Atmosfera просто bomba. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. 4 qavatli panelli dom, 3-qavat, 1 xonalik narxi esa 29500 dollar so'raladi. Yana kelsalaring albatta ustida savdosi bo'ladi. Taklif bizdan, tanlovsizdan Gorgas territoriyasida uy qidirib yurgan yaqinlaringizga videomizni jo'natib qo'ying.